Qahramonpostdan 7 kilometr kirganda yong'oq mahallada katta ko'chadan taxminan 500-600 metr kirganda shu to'rt sotuvli qo'limiz sotuvdi. Ichlarida azob ko'rsatdi. Qo'lga kirganda shuna uzun qo'l kutaveradi. 4 ta 5 ta mashina bemalol sig'adi. Qo'llarni ko'rsatib o'tamiz. O'rnimizda shu burchagida sal quloq joyi bor. Zinadan pardoz tushadi. Pardozni katta ichlarni ko'rsatamiz. Yukirganda keng koridor. To'rida ho'l. O'ng qo'limiz zal. Zaldan to'g'ri o'tganda bu chap qo'limiz hammom, to'g'rida hojatxona. Bu yerda bitta xonamiz bor, spanli. O'zini mebellari bilan olib qo'ygan. Chap qo'lda mana shu. Uyimiz tayyor, shu jihozlar bilan sotiladi. Bu yerda mana bitta spanli. Bu yerda mana yana bitta spanli. Qo'limizdan narxini egalari 120 ming dollar so'rashyapti. Yana savdosini ustida qo'rasin. Telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqing.